Assalomu alaykum hammaga. Bag'dodda bo'lmagan kontent gitarist akamizga 20 ta qiz ismidan bittasini tanlab oladi. Shunga mos qo'shiq aytib beradi. O'xshasa like bosamiz. Aka tanlang. Bo'ldi gap. Mana hamma ko'rsin. Xolida ismiga ekan. Xolida ismiga. Ovozimizdan kelgancha chiroyli qilib aytishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Armonlar bo'ldi menga o'sha Xolida jon. Qoldim-ku yo'llarda zar intizor jon. Armonlar bo'ldi menga o'sha Xolida jon. Qoldim-ku yo'llarda zar intizor jon. Sovchimni qaytargan o'sha Xolida jon. Sağ olun.